Kombinat bozoriga 103 bitayni bilasizlar, bugun dushanba, bugun dam olishadi. Lekin akalarimiz ishlashyapti. 103 bitaydan kirganimizda shuni o'ng qo'lda oxirroqda mana shu 3 ta magazinda texnika magazinlar narxlarini tushirib qo'yishdi. Xudo xolasa hozir bitta tushuntirib o'tib ketaman. Pol avtomatik kirmoshlar eng arzon nechmi sizda? Pol avtomatlarimiz narxi aka 950 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanadi, tepaga qarab ko'tarilib ketaveradi kilosiga qarab. Kilosiga qarab. Xolodilniklarchi? Xolodilniklarimiz 150 dollar, 120 dollar, 100 dollarga ham xolodilniklarimiz bor aka. 100 dollarga ham. 100 dollarga ham bor aka. Chiroyli qilib beramiz. Mo'la qarang. Bolerlar Assortimentda muammo yo'q, xudo xolasa. Mana shu kullerlarimiz mana eng arzoni, mana shu narsa hozir aka 100 dollargacha sotilyapti. 800 mingdan qilib beryapmiz. Ya'ni ikkita bonus suvi ham bor, 20 litrlik. 20 litr suvli bu. Bu kompressorli variant, eng yaxshisi. Xudo xolasa. Xolodilniklarimiz assortimentimiz juda ham ko'p aka. Ha, mana. Hozir bular ichida eng arzoni qaysi biri xolodilnikda? Eng arzoni xudo xolasa mana variantimiz aka. Mana shuni eng arzon ko'rgan joyim aka 180 dollar bo'ldi aka. 155, 150 ga qilib beraveramiz aka. Klientlarga obuna bo'lib kelsa, xudo xolasa chiroyli. 150 dollarga. 150 dollarga qilib beraveramiz aka. 150 dollar so'mga nechli bo'ladi? 1 million 830 ming, 850 yashin atrofida bo'ladi aka. Eshitsa biz eng arzon qo'yganimiz ham 1 million 990 ming qo'ydik. To'g'rimi emas? Kamerachi ham biladi. Lekin 1 million 800 mingga yo'q, zo'r ekan. Bu kir mashinalarimiz ham assortiment aka LG, Samsung hammasidan bor, xudo xolasa. Bu ziflerlar nechmi sizda? Ziflerlar aka 2 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. 7 kiloligini. 2 million 200. 2 million 200 ming. Ziflerdan ham hozir aka eng trendda bo'layotgani mana 10 kilolik. 8 kilolik, 8 kilolik, lekin barabara katta bo'ladi. Mashina ham narxini aka 220 dollardan qilib berganmiz. 8 kilolik, 220 dollar qilib beramiz. Bu qarang. Eng oxirgi model bu. Inverterlik, 10 yil garantiyalik, xizmati uzoq. Xo'p. Bu tomonga chiqaylikda. Men misol uchun mana bunaqangi LG kirmoshni ishlataman-da. Mashina nechlar ekan ular? Bu LG lar bitta narxini aytib. Ularimiz aka 4 million so'mga chiqadi bu. Oxirgi modellar 6,5 kiloligi bu. 6 kiloligi bas bu. Mashina men ishlatyapman, uyda вообще zo'r. Bu ham. Avval aka, o'lsa ham o'lmaydigan modellar. Xizmat qilaveradi. Ha. Xo'p, bu tomonda nimalar bor endi? Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ba'da endi konditsionerlar arzon nechmi? Eng arzoni aka, hozir mana eng arzoni bas, eng sifatligini ko'rsatay aka. Mana hozir esa trendda bo'lyapti shu narsa. 305 dollardan qilib beryapmiz. 305. Oqa bor 265, 260 ga ham to'g'ri kelaveradi aka bizga. 260 ga ham to'g'ri. Eng sifatlilar. Bo'lsa vaqtinchalikka biz butunlay vechniy olib ishlataman deganlarga shularni qilib beryapmiz aka. Narxlarini arzonroq qilib. Mayli, eng arzonni aytib ketavering, bir xilga olib. Eng arzoni 250 dollardan Immer brendiniki, mana Immer brend. Eng arzonlar, ha. Eng arzonlar. Yana bitta sizga savolim aka. Hali televizorda eng arzon nechmi? Televizorda eng arzoni smartlarda aka 880 mingdan qilib beryapmiz. Optimga ham, donaga ham bir xildan narxga chiqadi. Bir xildan narxga. Xolodilniklarchi bular? Xolodilniklarimiz aka hozir mana bu LG dan olaylik. LG larimiz aka mana shu narsa aka kredit magazinlarda 14 milliongacha sotilgan aka. Boshqa magazinlar misol naqd pulga 10 million, 9,5 million sotadi. Mana shularda aka 650 dollar shuna atrofida chiqadi. Chiqarib berasiz. Ha, 670, 650 yashna atrofida chiqadi. Eng oxirgi modeli bu. Bular eng arzoni 550 dollarga bor bizda. LG lar. Ha, 550 dollarga bor. Taji qaranglar, televizorlar, gaz bor ekan. Hozir aka sizga biz obunachilarimiz orasidan kelsa, dastlabki qilib bera olasizmi? Dastlabki o'zi Farg'ona shahri ichi bepul aka. O'zi klientlarimiz, obunachilarimiz ham juda yaxshi bilishadi uni. Yana ham qulayliklar qilib beramiz, xudo xolasa. Ustanovka xizmatlari bormi? Konditsionerda, misol gaz ustanovkalar shunaqalar bo'ladi-yu. Bizda garantiya bilan ustalarimiz ham, mashinalarimiz ham o'zimizda bo'lgani uchun garantiya bilan qilib beramiz. Hamma yo'qlarini qilib beramiz chiroyli qilib. Ekranda raqamlar turibdi. Marg'ilon kombinat 103 bitaydan kirganda ekranga raqam, pastda Instagram akkaunti bor. Agar o'tib obuna bo'lsangiz, magazinni topishingiz oson, narxlarni ham tanishtirib boradi. Bexijolat kelib olish imkoniyatiga egasiz.